Hoji aka, Erkin saloni ro'parasida Novostroykada 3-etajlik 3 xonali kvartirada ko'rishingiz mumkin yo'l bekitida. Men esa video uploadni boshladim. Ko'rishingiz mumkin. Koridorimizni ham ko'rishingiz mumkin, kattagina. Bu esa podyezddan kiradigan eshigimiz, birinchi xonamiz zal bo'lyapti, ikkinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi, uchinchi xonamiz detskiy bo'lyapti. To'rtinchi xonamiz esa kuxnya bo'lyapti. Unisi esa sanuzel, to'g'rida. Ko'rishingiz mumkin zalimiz. Mebel texnika konditsionerlari ham bor. Bu esa kattalar yotoqxonasi. Hamma sharoitlari bor. Bu esa detskimiz. Hamma narsalari qoladi joyda. Bu esa kuxnyamiz. Hali denik kirayotgan mashina, gaz plita, vitishkalarimiz bu. Bu esa sanuzelimiz. Men uy haqida ma'lumot bersam, uyimiz Erkin saloni ro'parasida bo'lyapti. 5 etajlik Novostroykaning 3-etajida bo'lyapti. Uyimizning kvadrati 78 kvadrat, narxi esa 15 ming AQSh dollarida. Pastda telefon nomerlari bor, aloqaga chiqishingiz mumkin.